Assalomu alaykum barchaga. Salomatlar. Bu videomiz Moskvaga yurgan akalarimiz, opa-singillarimiz akalar. Endi patentni to'lash muddati 2020-yanvardan to'lagan bo'lsa shoshilmanglar, podrobno aniqlashtirish uchun to'langlar. Chunki patentlar narxi Moskva dollarga 10 ming bo'ldi. Yana 8.900 to'lab qo'yib, patentlarni to'lab qo'ymanglar. Patentlar birinchi masalalar Asiya o'zi chaqiruvani shikoyatlar telefon qilib aniqlashtiringlar. 277 Bu videoni Moskvaga yurgan aka-uka opa-singillarga tashakkur qiladigan umiddaman. Tashakkurlar, ushbu bilan ham patentni qo'yib qo'yishmasin. Sog' bo'linglar, keyingi videoda ko'rishguncha.